Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Biz yana sizlarga stol stullarda obzorini qilib beramiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, podpiska tugmasini bosib, obuna bo'lib qo'yishingizni so'raymiz. Boshqa yana video qo'yganimizda sizlarga xabari borib turadi. Kommentariyaga o'z fikringizni qoldiringlar. Kim qaydan kuzatyapti, yozib qoldiringlar. Like tugmasini bosib qo'yinglar. Manzilni tushuntirib o'tamiz. Manzil Andijon viloyati, Izboskan tumani. Bu ishimiz 24 kishilik Kobra fasonda Monika gul materiali yong'oqdan maloshniy qilib jemshuk sepilgan, gullariga sariq tilla qilingan. Seriyasiga gulli materiallar qo'yilgan. Machalkasi 22 flotis, qalinligi 12 sm da to'rlidan 3 qavat qo'yilgan. Xonlarimizga keladigan bo'lsak, xonlarimiz MDF laminat 1.20 ga 5.5 metr. Oyoqlarni xom taxta qilib ishlatishingiz mumkin. Oyog'i 4 ta qilingan, 2 ga bo'lib ishlatib foydalansanglar bo'ladi. Orqalariga pardalik qilib broshkalar qadalgan. Bu ishimizni Buxoroga 14 millionga dastavka qilib beryapmiz. Ramazon oyiga skidka qilib arzonlatib qo'ydik. 7 milliondan sexdan chiqarayotgandik. 14 millionga 24 kishiligini bedastavka. Hozir dastavkasini ichida qilib Buxoroga dastavka qilib beryapmiz. 14 millionga. 12 taligini 7 milliondan vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. Kimga nechtalik kerak bo'lsa, pastda nomerlarni qoldiramiz. Telefon qilib, Telegramdan yoki WhatsAppdan yozishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz mavjud. Kelishgan holda chiqarib beramiz. Qirg'iziston, Tojikistonlarga ham chiqarib beramiz. Karishning ishlarimiz ham bor, uni alohida obzorini qilib qo'yamiz. Kanalga kirib ko'rishingiz mumkin batafsil. Yana bir marta like tugmasini bosib qo'yishingizni so'raymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'lasizlar.